Uyda nimalar bo'ladi? Uyga begona odam kelsa ham suv ichida bo'ylab qo'rqib qolasan. Qizim, choy qo'y. Ne qo'rqasan? Xoling bilan qarindoshlar kelishibdi. Hozir. Assalomu alaykum, xola, yaxshi keldinglarmi? Ha, senga suvchilikka keldik. Jinnimisizlar? Qarindoshlaring ham qo'rqinchli gapirishni boshlaydi. Katta qiz bo'lib qopti. Bo'ylari ham o'sib qopti. Sarpalaring tayyormi? Oying bo'lsa nima topsalar sarpenga yig'adilar. Nega ishlatyapsan? Sarpenga olganman-ku bu filmni. Qara ko'chadan topoldim, katta ekan. Sarpenga zo'r bo'ladi. Sarpendagi zirimi? Buni sarpenga olganman-ku. Singling bo'lsa allaqachon xonangga narsalarini joylashtirib bo'lgan. Sen ketsang bo'ldi. Xayolingda uyga sig'mayotgandek tuyulasan. O'zingni ortiqchadek his qilasan. Oldin bolalar gapirsa javob qaytarma, urishib, qo'lini tishlab ol deydigan buving endi bo'lsa, Yoqtirganing bo'lsa, sevishib yurganing bo'lsa, aytur. bu yoshda xotirjam bo'la olmaysan, chunki любой payt seni erga berib yuborishligi mumkin. Iskandar Belingizni 4-mezbon loyihasi Yunusobod tumani 16-kvartal shunaqa ro'parasiga tushayotgan ekan. Shunday olsam senga qancha yaqin bo'laman? Balki men ungacha ko'chib ketarman. Erga berib yuborishyaptimi? Mahallada tog'ora ko'targan xotinni ko'rsang, xavotirga tushadigan bo'lib qolasan. O'lasan emas, qo'shni qizni uyiga kirib ketishganini ko'rib xursand bo'lasan-u. Nima ham bo'lasan? Seni eshik qisganmi? To'ying bo'lsa yaxshi, erga tegish yomon. Kelin bo'lish zo'r, qaynonali bo'lish yomon. Bolali bo'lish zo'r, un tug'ish yomon. O'zi nima xohlasan? Paq